Ko'pchilik o'ylaydi, taksida pul ko'p deb. Bugun sizga o'zimda necha pul oyiga pul topaman, kuniga qancha topaman, ochiq, shaffof hammasini aytaman. Faqat videoni oxirigacha ko'ring, izohlarda yozing, like bosing, obuna bo'ling. Chunki biz birga siz bilan ko'tarishimiz kerak. Sizlarga ham ma'lumot bo'l. Taksida o'zi realni oldinga chiqadimi, odam orqaga yuradimi? Shaxsan bu meni fikrim. Agar kimda bunaqa bo'lmay turgan bo'lsa, iltimos izohlarda yozinglar. Men ham sizlardan o'rganing. Qayerda xato qilyapman, nima qilyapman? Shuncha yil taksidan ishlab, qayerda xato qilyapman? Yozinglar. Ketdi mana, qaranglar. Men hozir Toshkent shahrida Yandexda, Uklonda, unusida ham, bunusida ham o'rtacha 2 ostda ham ishlab ko'rdim. O'rtacha hozirgi kunda eng 8 soat, 10 soat, 12 soat, yana 15 soat liniyada yuraman. Bu degani o'rtacha eng kami va eng ko'pi, eng kami 300 ming so'mdan общий summani deyapman. 300 ming so'mdan 600 ming, 650, 700 ming mana boring, 700 minggacha o'rtacha общий chek bo'ladi. Xo'p, endi shu общий chekdan men sizlarga aytaman, benzinga qancha sarflayman bir oyda, gazga qancha sarflayman bir oyda, moykaga qancha sarflayman. Bu обязательно kerak. Yoqilg'i, moyka va platformaning komissiyasi. Bu обязательно sizni shunday расходingiz bor. Shularning hammasini ochiq oydin aytaman sizlarga. Mana olaylik, o'rtasini o'tgan oy ishlagan hozir ko'rsatgan kelyapti-yu, lekin ko'p pul ishlamaganman. Undan men sizlarga shunday aytaman. O'rtasini olamiz. 300 ming bilan 700 mingni o'rtasini olamiz. O'rtacha shu 450 mingdan hisoblaymiz mana. 450 mingdan hisoblaymiz o'rtasini. Bir kun 300 ming ishlaymiz, bir kun 500 ming, bir kun 600 ming, bir kun 700 ming bo'lib qoladi. Lekin har kuni 700 mingdan ishlagan odam menimcha juda kam bo'lsa kerak. Agar har kun 700 mingdan ishlasa, omadini bersin, respekt, robot ekan, zo'r ekan agar. Agar o'rtasini olyapman, to'g'ri tushuninglar, o'rtasini olyapman. O'rtasini 450 ming olyapman. 300 mingdan 700 minggacha pulni o'rtasini o'zimcha 450 mingdan olyapman. Endi mana hisoblaymiz. Kalkulyator yoqaman telefonimda. Kalkulyator yoqib olay. Hozir hammasi zo'r bo'lishi uchun sizlarga tezda aytib beraman. Taksi уже выгодно ishmi yo выгодно emasmi? Bu taksida boshlamoqchilar yo taksida nimaga boy bo'lmay turganligimizni sababini aytaman men sizlarga hozir. Nimaga boyib ketmaydi taksist odam? Chunki taksist odam doim ubitka bilan ishlaydi. Ubitkada ishlaydi. Taksist odam. Do'stlar, men to'g'ri tushuninglar. Kimdirlar zo'rib ketgan bo'lishi mumkin. Mayli, omadini bersin hamma. Lekin taksida mana shuncha yildan atrofingizga qarang, necha yildan men taksi qilgan odamlar bor. Hali ham o'sha o'zgarish katta qilmagan. Xo'p, boshladim. O'rtacha men Toshkent hozir 2026-yil 28-bugun yo 22-fevral. Bugungi sana. Fevralda ish zo'r bo'lmaydi, lekin ish yaxshi bo'lganda ham bundan ko'p pul topalganini men ko'rganim yo'q, to'g'risi. Agar biznes tariflarda ishlamasa ham bo'lib tursa, yozda bo'lsa ham 3 oy bo'ladi. Ketdik. 450 mingni necha ko'paytiray? Maylani 5 kun ishlaylik haftasiga, 7 kun ishlaymiz. Baribir ishlamaymiz 7 kun. Haftasiga 5 kun bo'lsa, oyiga 20 kun bo'ladi, 4 haftada 20 kun ishlaymiz. 450 mingni ko'paytiraman 20 ga. 9 million pul bo'lyapti. Bu общий summa. Endi 9 million eslamda qolsin, bir oyda 9 million so'm. Bu o'rtacha narx. 9 millionda hop 120 mingdan 200 minggacha gaz ketadi. Shuni ham o'rtasini olamiz. 100 ni bitta gaz bilan yuraveraylik, ya mayli, bitta gazni ishlataylik. 130 ming so'm hisoblaylik, 100 so'mga balon, 120, 130 olaylik, shuni mana 130 mingni ko'paytiramiz 20 ga. 2 million 600 ming so'm bo'lyapti. Xo'p, 2 million 600 ming so'm, moyga 15 ming so'm olaylik, 10 mingdan 20 ming ketadi menda. 15 ming so'mni olaylik, yomg'ir kunlari 20 ming ketadi, yomg'ir bas kunlari 15 ming, 10 ming ketadi. Boz kuras, boshqa kuras, bu kuras. Xo'p, 15 mingni ko'paytiramiz 20 ga. 300 ming so'm bo'lyapti. Hozir hammasini aytaman. Xo'p, endi 300 ming so'm bo'lib turgan bo'lsa, 300 ming so'm bo'lib turgan bo'lsa, bu moyda olamiz. Bir oyda maylani bitta moy almashtiraylik. Agar o'rtacha kuniga 300 dan yursangiz, 20 kunda 6 ming yurasizmi?
Bitta mo'yaga. Mo'yni almashamiz. Mo'y 300 ming so'm. 300 ming so'm mo'y. Xo'p, endi mana bunga qo'shamiz. 2 million 600 ming so'm. 2 million 600 ming so'm yoqilg'iga ketyapti. 300 ming so'm mo'yga ketyapti. Bunga qo'shamiz 300 ming so'm mo'yga ketyapti. Hozir mana bu yerda 2 million 600 ming so'm bo'lsa 300 ming soliqlarni hisoblaganmi yo'q, algoritmda platformani foizlarini hisoblaganmi yo'q. Chunki platforma foizsiz hisobladi 9 millionda, mayli, soliqlarsiz. Xo'p. Endi mana jami bo'lyapti bizda 2 million 600 ming yoqilg'i, 300 ming mo'yga, 300 ming mo'y yog'ini almashtirish mashinasi. Shunda 3 million 200 ming so'm bo'lyapti. Endi qarang, 3 million 200 ming so'm 9 milliondan men hali kalotkasini hisoblaganim yo'q, shtraflarni hisoblaganim yo'q. Bir oyda kamida bitta ikkita shtraf 300. Kamida. Agar qizilga 300 ketdi, всё. Banda qizil turibdi. Kecha ham bitta keldi mana. Kecha tushibman. Keling, muzikani qo'yib olgan, xayolimdan o'tib ketganman kechqurun. Ayib o'zimda. Charchaganman, ko'p ishlaganman. Soatim ko'payib ketgan. Nima qilamiz? To'laymiz. 15 kun to'lab ol 2 million 600 ming, 206 ming deb bo'lmasa 412 ming. Xo'p, 9 milliondan ayiramiz 3 million 200 mingni. 5 million 800 ming. Do'stlar, 5 million 800 ming so'm bu prosta moshinangiz buzilib qolmasa, mana yaqinda radiator qo'ydim. Shunaqa rasxodinglar ham bo'ladi. Kalotka, balon yig'ilishi, bu motoringiz ketishi, hadovoy уже pishdi mana yamalaga cho'rib. Hozir endi hadovoy qilmoqchi bo'lsak ham, hadovoyga ham 2 million bilan bo'lsa, do'ppim osmonga ochishim kerak. Amarzatlar ketdi yamaga cho'rib. Endi do'stlarim 5 million 800 ming ekan. Toshkentda men 3 millionga kvartira snimat qilaman. Kommunalniysiz. Kommunalniysiga yana 500 ming deylik, 400 ming deylik. 3 million 400 ming. Endi 3 million 400 ming so'mda agar 5 million 800 mingni ayirib olsam, 3 million 400 mingni ayirib olsam 2 million 400 ming pul qolyapti. 2 million 400 mingni shtraflarga tushmasam, mashinam lichni buzilib qolmasa, pachiniga ketmasa, baloni teshilmasa, pоворотnilar lampochkalari kuyib qolmasa, yana balo-battarlari bo'lmasa, 2 million 400 ming so'm men oyiga daromad qilaman ekan. Bitta endi 2 million 400 ming so'm. Agar yeb ichmasam, pitaniyani hisoblaganimiz yo'q. Pitaniyalar bilan o'sha 2 million 400 ming so'm yeb olsangiz, usti oshingizni ham mana to'g'risida endi. Bu ishda hech kim sevib, nimaga bu ishni qilamiz? Taksistlar oila bor. Ularning baxti uchun shu ishlamasdan yotib, qachon omadim kelar ekan, qachon bir narsa bo'lar ekan deb biz shu ishga kirganimizda yaxshi bo'lib ketar. Kuniga 400 mingdan topyapman, 500 mingdan topyapman deganimizni mana shu yerda men sirini ochdim. Lavushkani ochdim. 400 ming, 500 mingdan hisoblaymiz kuniga, lekin rasxodlarimizni gapirgimiz kelmaydi. Gapirsa ichimizdan siqilamizda. Rasxodlar gapirgimiz kelmaydi. 400 ming, 500 mingdan topib yuribmanmi? 800 ming topgan kunlarim ham bo'lmadi bas. Lekin rasxodlarimiz-chi, rasxodlarimiz o'zidan o'zi bo'lib ketaveradimi? O'zidan o'zi bo'lmaydi. Shu topgan pulimizdan rasxod qilamiz. Hamma ham shu. Endi baytdan mashinani o'zi qancha foiz pul mashinaning o'ziga ketyapti? Oyligimizni почти yarimidan ko'pi mashinaning o'ziga ketyapti. Yoqilg'isiga ketyapti, birinchidan moykasiga ketyapti, mo'yiga ketyapti. Agar mashina buzilmasa, mashinangiz yangiroq bo'lsa, mana o'sha eskirdi, men aytyapman, hadovoy ham qilishim kerak. Ularni ham hisoblasak, o'zi hech qancha pul qolmayapti. Bu ishni hech kim sevib qilmaydi. Bu ishni nimaga biz qilamiz? Shu oilamiz baxtli bo'lib, qorni to'yib, lekin mana 2 million 400 ming so'mdan
nechi pul topyapsiz aka Yandexda kuniga taksida kiradi desa 400 ming topaman kamida desa ba'dan qaragan odam oson deb o'ylaydida. Lekin endi mayli 400 ming toza topsa ham toza topdi ham deylik, topganlar bor, kommentariyga yozinglar topganlar. Topganda ham urilishib pul topadi deb o'ylaydi. Lekin stresslar, probkalar, orqangizdan kelib signal cholishi, oldingizga chiqib tormoz berishi, gailar bilan, dan xodimlari bilan muloqotlar, strafizmga chiqib ketgan bo'lsa, yaxshi Xudoga shukr dan xodimlari tushunadi, insof bergan ularga. Men hech marta to'xtatishdi, to'g'risi. Men pat qo'yib nima qilish bas, aka tirikchilikdan, hali katta bilan yoqish kerak emasda. O'zi zo'rg'a yurgan o'zingizni katta, sizlar unaqa demasdan, o'shadan tushuntirsiz inson. Sizni ubitga tiqib olishni xohlamaydi. Prosta biz jahlimizni o'shalarni olib, bular meni qiyin. Yo'q, aybdor o'zimizmiz. Chunki ular qizilga tushib bermagan. Qonun qoida o'zimiz yurib oldik, befarqlik qildik, tez keldik. Mana kecha tushdi, 66 ga keldi lekin, 66 ga shtraf keldi. Ayb kimda? Ayb o'zimda. Klient muzikani baland qilgan, speedometrga qaramasdan muzikada xayol ketib qolib, o'tib ketib qolganman. O'sha muzika pastlagan bo'lsa ham men shopirmanmi, yo'limga qarab ketganda balki tushunmasdim. Men tushdim, bo'ldi, все, to'lashim kerak. Mana men sizlarga ochig'ini aytdim. Endi agar qiziq bo'lsa, men shu nimaga video olyapman, o'z ustimda ishlashim uchun, o'zimni ko'rishim uchun, o'zimni hayotimni o'zgartirish uchun, yaxshi tomonga chiqish uchun izlanib men shu videolarni qilyapman. Yillar davomida menda nima o'zgarish bo'ladi? Sizlar bilan birgalikda kuzatamiz. Iltimos, meni qo'llab-quvvatlanglar do'stlar. Men ham sizlarni qo'llab-quvvatlayman. Podpiska bosinglar do'stlar. Like bosinglar, kommentariya yozinglar, bir-birimizni podдержка qilaylik taksistlar. Xudo xolasa inshaalloh hammasi zo'r bo'ladi. Va men sizlarga mana shu taksidan qanaqa qilib chiqib ketish 3 ta yo'lini keyingi videolarda Xudo xolasa qilaman. Prosta hozir nimaga qilmayapman? Variantlarim bor. Qanaqa qilib taksidan asta-sekinlik bilan chiqib boshqa dohodli ishlarga o'tish menda mana shu yerda bor bu narsa. Faqat endi u narsani gapirishdan oldin sizlarga shunaqa qilinglar deyishdan oldin men sekin-sekin o'zim bu planlarni qo'yib chiqib bir natijaga erishganimdan keyin men sizlarga aytaman, do'stlar, men ham kuzatib borgansizlar meni. Men shu ishni qildim, mana taksidan qutuldim, boshqa ishga o'tdim, stabilniy oyligim bor. Sal-pal bo'lsa ham moliyaviy erkin bo'ldim, do'stlar. Iltimos, sizlar ham shu ishni qilinglar. Bizi o'rnimizga, taksistni o'rniga boshqa taksist kelaveradi. Kelganlari bizni videolarimizni ko'rib, bizga o'xshagan odamlarni ko'rib, biz yanada kengayib, men hech kim taksist hamma xohlab qilmaydi taksistchilikni. Hamma через не хочу, majburiyatdan ertalabda rulga o'tirganingizda, bugun qanaqa bo'lar ekan? Qanaqa odamlar chiqar ekan? Bel og'rig'i, qorin chiqib ketishi, semirishimiz, yeb ishtimizda nima yo'q. Haqiqiy taksi odamlarda rejim yo'q. Kam yuramiz, qon yaxshi aylanmaydi bizda. Qon yaxshi aylanmaydi. Yeb turib, obed qilib o'tiramiz. O'shani hisobiga men nima demoqchiman, do'stlar, qadrli birodarlar. Taksi уже выгодный ishmi, выгодный ish emasmi? Mana men sizlarga rost-ro'y aytdim. Nimaga menda o'sha hali ham mashinamni yangilaganim yo'q, nimaga qarzlarim bor, shtraflarimni o'z vaqtida to'larganim yo'q. Qanaqa qilib shuncha pul olsa 2.400 ming so'm bu ovqatsiz, pitaniyasiz hisoblanib. Endi bunda pitaniya ham bo'lsa-chi. Xo'p, mana endi aytaylik bu gapga, kimdir banki bor, to'g'rimi? Banklaring bor. 5 milliondan to'laydi kimdir 4 million, kimdir 3 million, kimdir 6 million, 700 mingdan to'lagan odamlar ham bor ichimizda. 10 million to'laganlar ko'rganman, 12 milliondan to'lagan o'rtoqlarimni ko'rganman. Endi qarang, siz biz mashinani maydalab sotyapmiz. U bizning mashinalarimiz o'sha olgan pulimizga kimdirlar aytadi. Yaqinda bir kishi aytdi, siz mashinani olib turgan sotishni o'ylaysizmi? Bu noto'g'ri-ku, ishlatib o'zidan chiqarib beryapsiz-ku pulini deb aytishdi. Ha, xo'p, ishlatib mashinani o'zimizga qo'yib olyapmiz. O'zi ishlab kelgani yo'q u mashina. Mashinani biz boshqaryapmiz, biz haydayapmiz. Biz chapga o'ngga qilyapmiz-ku uni. Biz energiyamizni sarflayapmiz-ku. Biz qimmatbaho vaqtimizni, umrimizni
sotyapmiz-ku. Arzimagan o'sha soatimizga 50 mingdan tushsa, bir soatimizga 50 ming so'mdan sotyapmiz-ku. Mana o'sha soatimiz 50 ming so'mdan ham to'g'ri kelmayapti aslida. Mana bo'pti, 2 million 400 ming so'mda necha soat ishlagan bo'laman shunda. Kuniga 10 soatdan hisoblagan taqdiringizda ham 20 kunda 200 soat ishlaymanmi? Endi 200 soat meni umrim bo'ladimi, to'g'rimi? 200 soat umrimni 2 million 400 mingga bo'lsa, meni soatim kopeyka bo'lib qolyaptimi, do'stlar? Men shunga jon kuyib aytyapman. Paddeshga qilinglar do'stlar. Meni ham shunaqa videolar qo'ymay qo'ydim arasida. Nimaga? Hafsala bir bo'lib qoldi. Keyin aytdim, yo'q, to'xta dedim. Yozgan soобщениялaringni, menga Telegramdan yozgan soобщениялaringni va kommentariyaga yozganlaringni, o'sha taksichilik qilmang degan videomi ostida kommentariyalarni o'qib, otangga valli o'g'lim, oshkot akalar ko'ribdi, amakilar ko'ribdi. O'shalarni ko'rib motivatsiya oldim. Bir kun yotib o'qidim. Kimgadir foydali bo'libdi-yu, mana shu gaplarim. deb addushini video olishga qaror qildim. Bundan bariga Xudo xolasa inshaalloh avvalo Xudo stabilniy oyiga haftasiga 2 ta, 3 ta tema chiqib qolsa videolarni qo'yib boraman do'stlar. Xudo xolasa sizlar bilan men bilaman 100% bo'lmasa ham 100% desak Xudoning g'ashi keladi. Avvalo Xudo men bilaman, chunki men ham sizlarman, sizlar ham men sizlar yurgan yo'ldan yuribman men ham taksichilik qilib. Hammamiz bitta qozonda qaynaymiz. Hech kim maza qilib taksichilik qilib turgan odamlarni men ko'rganim yo'q. Addushi kirodan tirikchilik qilib oilasini boqaman deganlarni hamma zerikkan, shtraflardan zerikkan, rulda yurishdan zerikkan, zapravkalardan zerikkan. Odamlarni yana biz kaprizini ko'tarishimiz kerak. Aytib bunaqa ekan, mashinangizni betib bunaqa ekan, mashinangizni ko'tarib oladi, bir joylarni tiqir qilib qo'llarni tiqib, sidinani orqaga, oldiga burayda oynada ochib, yopib bunaqalarni tushirib olgan. Hech kim qilib bermaydi, do'stlar. Gapirsa gap ko'p. Keyingi videolarga ham bir narsa qolsin. Iltimos do'stlar, obuna bo'ling. Like bosing, kommentariyada izohingizni qoldiring. Gaplarim noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri deng. O'zi to'g'ri fikringizni ayting do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa keyingi videolarda taksidan chiqishda 3 ta yo'lini o'zimni o'xshamasa ham, balki bu menda bo'lmay turganlar, sizlarga o'xshab qolar. O'sha yo'llarini ham, qanaqa qilib chiqib ketish yo'llarini ham video qilib aytaman. Rahmat, hammalaringga omad. Sizlarni yaxshi ko'raman, akalar va ukalar. Hammamiz oilamiz tinch bo'lsin, vatanimiz tinch bo'lsin. Xudo xolasa mashinalarimiz hech qachon buzilmasin. Gazlari tugamasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.